50 kilometrlik yer osti tunnelini ikki tomonidan bir vaqtning o'zida qazib bitta joyda uchrashi mumkinmi? Angliya va Fransiya muhandislari buni uddalashgan. Ular La-Mansh tunnelini ikki tomonidan bir vaqtning o'zida qazishgan va bitta joyda uchrashgan. Endi savol, telefonsiz, qorong'uda ular qanaqa qilib yo'qolib qolishmagan? Javob oddiy, geodeziya yordamida. Yer yuzida aniq geodezik tarmoq qurilib, koordinatalari tunnel ichiga tushirilgan. Hisoblarda yer egriligi, gravitatsiya va boshqa omillar ham inobatga olingan. 1990-yilda ikki tomonidan qazilgan tunnel atiga 36 sm xato bilan tutashgan. 94-yilda bu tunnel orqali poyezdlar qatnay boshlagan. Odamlar geodezistlar o'zi nima qiladi deyishadi. Geodezistlar kerak bo'lsa ikkita davlatni aniq o'lchovlar bilan yerni ostida ko'rishtirib qo'yishadi. Shunaqangi tarixiy va qiziqarli ma'lumotlarni bilish uchun sahifamizga obuna bo'ling. Geodeziya xizmatlari uchun esa ushbu raqamlarga murojaat qiling.